alaykum ijtimoiy tarmoqdagilar. Har qanaqa shartga tayyorman. Unaqada bitta ushlab ko'rsatmaydimi? Eshikni egarlab qo'yganman bu safar. Даже yaqindan ham ko'rmaganman, uzoqdan ko'rganman. Yomon yiqilmadingiz, pastginadan yiqildingiz. O'zimdan o'tganim o'zim bilaman. Oydin eshikdan yiqilib bergani uchun 300 ming. Ayog'ingizga O'tmayapti-ku brutela. o'tmaydi bu. Ikkinchi shartda Oydin yutqazib qo'yganini Zufar aka aytayaptilar. Siz yoqdingizmi? Taqqol olganingiz yoqdi. Вот это поворот! Oydinning yuzi ko'proq qora bo'ladimi yoki boshlovchini? Qanday qilib sirsak o'shanday qilib qilaman lekin. Har bittamizni ichimizda kichkinagina odamcha bor-da. Don zeki. Yeah, boy. Kommentariyalarni bonglatishga tayyormisizlar? Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoqdagilar. Bugun bizda ajoyib kukla bor. Mana shu kukla bilan sizni tanishtiraman. Oydin Oy. Qanaqasiz? Sovqatyapsizmi? Yo'q, to'g'risini aytsam, rostayam ko'p mashaqqat birgalikda Juda ham zo'r yanvarning o'rtasida mana shunaqa kiyinishga kimni duxi yetadi? Bugun men sizga ajoyib surpriz tayyorlaganman. Surprizni qabul qilishga va har qanday holatda 3 ta shartimni bajarishga tayyormisiz? Albatta, har qanaqa shartga tayyorman. Unaqada bitta ushlab ko'rsatmaydimi? Wow, mazza yegani bor-ku. Zo'r. Biz 100 mingga chiqqanimizdan keyin men suv kep kommentariy yozganmi, qo'llab-quvvatlab kommentariy yozganmi, Lyuboy bilan va eng faol, eng ko'p kommentariyada like yiqqan bilan ujin tashkil qilaman va mana shu ujinni stoli mendan, sovg'asi mendan. Faqat taklifga kelish sizdan bo'ladi. Oydinoy, siz ham kelishingiz mumkin xolasangiz. Albatta, mana shu eng kommentariylarda aktiv bo'lgan ishtirokchi bilan albatta ko'rishamiz va o'yin tashkillaymiz. Albatta, Oydinoyni ham taklif qilamiz. Oydinoyni ko'rmoqchi bo'lsanglar, albatta kommentariyalarni bonglatamiz. Boshlaymiz. Ketdik. Oydinga zo'r shartim bor. Men eshikni egarlab qo'yganman bu safar. Rosta. Yeah, boy. Ha, eshikdan mustaqil ravishda o'zingiz foydalanasiz. Sizga 3 daqiqa vaqt beraman. Yugurtirasiz. Sog'lom hammasi yaxshi bo'ladimi? Ekanini qo'yib yetib olamiz. Albatta. O'rnanglar. Hammasini nazorat qilamiz. Va uni yurdirasiz, to'xtatasiz. Hech qanaqa hech narsani biz o'rgatmaymiz. O'zi eshikka minib ko'rganmisiz? Yo'q. Umringizda? Yo'q, umrimda minmaganman. Havasingiz kelganmi? Даже yaqindan ham ko'rmaganman, uzoqdan ko'rganman. Eshakni ko'rmaganlar uchun maxsus shou. Demak, Oydin eshak minganda qanday bo'lar edi? Eshakni ahvolini ko'ramiz yoki Oydinning ahvolini? Em cima da cama, botando de quatro, puxando o cabelo, botando de lado. Eu mal comecei, ele já tá safado, novinho, bandido, safado, Nem tu, novinho, sou
na piroca, pediu pra gozar lá vem. to show you go on. Near, far. assalomu alaykum bratim, qandaysiz? Tog' qanday? Shaftoli oqtirasizmi? Hech qayeringiz bosmadi, просто yiqilib tushdingiz. Joyida hammasi joyida. Hammasi joyida. Toshning ustiga yiqilmadi. Bu yerda tosh bor edi. Orqasini qoqamiz. Eshak joniga tegdi-da oxiri borib. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Bir narsa qildimmi men birovga? Yomon yiqilmadingiz, pastginadan yiqildingiz. Bu ot kallasini tushdi boya qiz aylanib. Dardlarim dunyodan salgina ko'proq. Joyida hammasi. Yuring. Yurib ko'ring. Og'rimayaptimi hech qayeringiz? O'zimdan o'tganin o'zim bilaman. Bilsam-da majburan atay kulaman. Xullas, eshak oxirgi daqiqalarda g'alabani o'z bo'yniga oldi-yu chiqib ketdi. Qanaqa emotsiya? emas, men yutdim, mendan qochib ketdi. Xo'sh, kommentariyada eshakni ustidan Oydin g'alaba qozondimi yoki Oydinning ustidan eshakmi? Xullas yozib ketasizlar. Tanishadigan qizlar bo'lsa, lichkaga yozib yuboramiz, asallari. Hozir mana shu yerda biz Oydinni plastik kartasiga 300 ming so'm o'tkazamiz va o'zimiz eshakdan Oydinni yiqitib qo'ygan aybimizni mana shu bilan yopib qo'ya qolamiz. Oydin eshakdan yiqilib bergani uchun 300 ming so'm. Yiqilishni chiroyli bajarganim uchun. Yiqilish rovana. Va bizada qishloqda bajariladigan Oydin uchun yana ikkinchi shart bor. Shunday qizni xo'rini chiqardik-a. Erkaklar sizlar men kechirmaysizlar точно. Xo'sh, biz ikkinchi shartga o'tamiz. Oydinni oldinda ajoyib shart kutyapti. Bu yerda Pampers reklamasi bo'lishi mumkin edi, lekin bugun biz Brit va reklamasini tanladik. Ya'ni Zufar aka bilan birgalikda. O'tdaja, hayvonlar! Otlaring! Zufar akani qayerida tuki ortiqcha deb o'ylaysiz? Ortiqcha tuklarni hammasini mana shu qizimiz olib qo'yadi. No. Kommentariyada yozing. Zufar akaning soqqoli o'ziga ortiqchalik qilyaptimi? Ortiqcha joylaringizni hammasini qirtishlaymiz. Ketdik. Нам пиздец, Люда. Oyog'ingizga ko'zim ketib qoldi. Yo, siz ko'zingiz ketmasin deb ish qilib ehtiyot bo'ling. Jim turing. Siz ehtiyot bo'ling. Oyog'ingizni bu yoqqa ko'zmang. Joningdan. O'tmayapti, ko'p tufayli. O'tmaydi bu. Harakat qiling. Yana bor qolsangiz. Yana ikkita bor. Shunaqami? Yo'q, bunaqasi boshqa. Amaki, botmayaptimi? Ha, botganda o'zim yetadi. Yaxshi havo bormi? Kelinoyim qayerdalar hozir? Alaskada ishda. Ishdamilar? Ishdan kelgunlaricha chiroyli bo'lib kutib olar ekansiz deysiz. Endi siz chiroyli qilsangiz hozir Necha marta uylangansiz? 5 marta. 5 marta. Teskari qaramang. Menga to'g'ri qaravering. Qo'yapsizmi? Bu amaki uchun lekin o'tmayapti. U oxirgi marta qachon o'zi sartaroshga boruvdingiz? Amaki? Ana kuni o'zi soqqolimni oldim, sizni kutib yurdim. Yo'q, bu menimcha Siz mundoq. Sal shu anaqa
soqolni oling, iltimos. Qo'rqmasdan oling, iltimos. Xullas, stanok yaxshi. Mana shu narsani biz reklama qilamiz hammangga. Ot mana. Boboy soqolni olyapti. Oydin. Qado, tasego. Oydindan yaxshi soqolga chiqadimi? Hayotda chiqmaydi. Nima bu? Aldar ko'sa qilib tashladi. Bo'ldi menimcha. Aldar ko'sa bu. Bilmadim qanaqa ko'sa, lekin yaxshi ko'sa bo'lsa. Yoqdimi sizga? Siz yo'qdingiz, soqol olganingiz yo'qmadi. Вот это поворот! Bu chiroyli-ku, nimasi yoqmadi? Qatta oldingiz. Ikkinchi shartda Oydin yutqazib qo'yganini Zufar aka aytayaptilar. Zufar aka nima deysiz? Soqolimni yaxshi ololmadi. boy. Bretvani reklamasida qaysi bretvamiz yutqazib qo'ydi ekan? Umuman o'tmadi, to'g'risini aytsam. Bunisi yaxshi oldi lekin. Sal joni bor-a? Joni bor. Demak, mana shu bretvalardan foydalanishni biz sizga maslahat berganmiz. Qilmagan ishlarni qildiryapmiz. Qilmagan ishlarni qildiryapsiz. Endi 3-shartga ham tayyorsiz. 3-shartga tayyorman. Men bilan dom-domzika o'ynagan bo'larmidingiz? Albatta. O'ynaysiz-a? O'ynayman. Faqat bitta shart bilan o'rtada qora qozon bo'ladi, kim yutqazsa o'shani yuziga chiqari. Kommentariyada yozamiz. Oydinning yuzi ko'proq qora bo'ladimi yoki boshlovchini? Dom zeki. Dom zeki. Birinchi marta sizni dozozikida yutyapti. Kimdir? Ko'p kuzatganman, hech kim yutolmagan. Yutolmaydi. Cho'da tahoratim ketib qoldi. Voy, onasini emzib, qanday qilib sursak, o'shanday qilib qilaman lekin. Har bittamizning ichimizda kichkinagina odamcha bor-da. Maraz odamcha. Dom zeki. Yaqila. Hamma shart haqiqiy bo'ldi. Maza qilib kuling. Kuling, ochiling, ichingizdan ochiling. Eshikda yiqitdim sizni. Hamakini soqolini oldirdim. Umringizni qancha erkaklar men kadr orqasida havas qildi, siz soqolim olib qo'ysangiz bo'lmasmi dedim. Kuling. Lekin bironta mard chiqmadi. Kommentariy yozganlar bo'ldi-da, zato. Ketdiki? Dom zeki. Haqiqatan tahoratim yo'q. Nechta o'ynaymiz? O'ynaveramiz. O'ynaveramiz. Men qaramaymancha. Shunaqa zamonda. 6ta, 3ta bo'ldi hozircha. Hatto biror marta haqqoniylik bo'lsa. Dom zeki. Balla. Yapti, nima bo'lyapti? Yana kirib ketdimmi? Yana surtmagan qayeringiz qoldi? Ketdik. Ay. Sochga tekizdim. Ikkita. Ket. Siz jonli o'ynang. Jonli o'ynayapman. Joningizni Shuncha odam ko'ryapti. Yo'q. Haqqoniy o'ynayapman. Bunaqa
mamnun qilamiz. Ketdik. Don ziki. Yeah, boy. Я мог бы убить всех. Мог бы убить тебя. В городе закон ты, а здесь я. Отвяжись. Иначе получишь войну, какая тебе не снилась. Уходи. Emotsiya qanaqamiz? Cho'tki. Qaytmaydigan qizlardanmiz biz. Ketdik. Don ziki. Chiroringda shuni, o'jonimda o'zimni ashalab. Va oxirgisi qoldi. Oxirgisi kim qiladi? Oxirgisini. Don ziki. Mazamanga. Oh. Jonim o'zimda o'zsiz joy qolmabmiz. Meni ham buni. Va mana shu yerda biz ko'rsatuvimizni shu yerda yakun yasaymiz, chunki kuchlar teng bo'ldi va ko'rib turganingizdek bu ham yutmadi, men ham pulni o'zimda olib qola olmadim menimchalik. Oydin, rahmat sizga ko'rsatuvda ishtirok uchun. Ko'proq qora bo'ldi kommentariylarda yozinglar. Yozasizlar va mazza qildik biza, ishoninglar. Kim mana shunaqa shartlarga rozi bo'lsa 900 ming so'm yutib oladi va aytib o'tyapman, yana biz 100 ming bo'lganimizda men mana shu kommentariyasi ko'p like yiqqan odam bilan birgalikda o'shin qilaman va sovg'a ham bor. Demak, bizga kommentariy yozganlar ham biz bilan o'shin qilish mumkin. Albatta. Oydinda kim ko'rmoqchi bo'lsa, kelaveradi, o'sha kuni Oydinda ham o'shinga chaqiramiz. Albatta.